Xayrli kech do'stlar, sizlar bilan Ismoil Usmonov. Odatda Cadillac deganda ko'pchilikning xayoliga mafiyozlarning mashinasi bo'lgan Cadillac Escalade keladi. Bugungi obzorimiz 3 qatorlik SUV Cadillac Escalade 2021 modelini obzorini olamiz. Do'stlar, kaltini ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib va bu mashina old optikalari bilan salkam shou ko'rsatadi, ko'rishingiz mumkin. Bu mashina 6,2 litr 8 silindrli motorga ega. 420 ot kuchi, 623 Nm. Mashinada orqa tortadi. 100 tezligigacha 5.1 sekundda chiqadi. Maksimal tezligi 280 km/soatiga. Do'stlar, mashina eski Escalade'ga qaraganda taxminan 70% ga o'zgargan. Saloni va tashqi ko'rinishlari. Ayniqsa mana bu e'tiborni tortadigan juda ham ajoyib oldi optikalari LED chiroqlardan qilingan va oldi buferlari ham o'zgargan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib do'stlar. Do'stlar, mashinaga ajoyib 22 razmerlik alyuminium diskalar taqilgan va yon tarafida ko'rishingiz mumkin, tagida podsvetkalari bor. Bokovoyning tagida ham Cadillacning emblemasi bor. Kameralari bor. Bu mashinada 360 gradusli kamera ko'rsatadi. Mana bu benzin bakining kattaligini qaranglar do'stlar. Ajoyib. Xo'p, orqa faralari juda ham ajoyib do'stlar. E'tiborni tortadigan LED faralar taqilgan. Mana gul shitirlarni ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Bemalol mana 12 Pro Max chiqib ketadi. Orqa bagajning ochilishini ko'rsatmoqchiman. Mana bu Escalade'ning emblemasiga bir marta bossanglar bo'ldi. Mashina 3 qatorlik do'stlar. Do'stlar, mashinaning 3-qator sidinalarini knopka bilan to'g'irlasanglar bo'ladi. Bu juda ham yaxshi narsa menimcha. Ko'rishingiz mumkin. Va orqada yetarlicha bagajnik bor. Mashinaning 3-qatorda ham juda ham qulayliklar ko'p va joyi yetarlicha, bemalol katta odamlar ham o'tirsa bo'ladi. Hop, bagajimizni knopka bilan yopamiz. Do'stlar, ko'rdinglar o'zingizlar ham, mashina juda ham ajoyib. Endi test drive qilib ko'ramiz. Mana bu ruchkalarda buni tortishinglar shart emas, uni ichida knopkasi bor. Knopkasini shunday bossanglar mashina ochiladi. Mana bu podnoshkasi bor. Bilasizlar, mashina juda ham baland, osonlikcha chiqib o'tirish uchun. Juda ham ajoyib do'stlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, Cadillac Escalade 2021 modelining interyeri, ya'ni saloni juda ham ajoyib va e'tibor tortuvchi, juda ham zamonaviy qilib qilingan. Ruldan boshlaymiz. Rulda juda katta o'zgarishlar bo'lmagan eskisiga qaraganda. Mana bunaqa ajoyib kojadan qilingan, yog'och detallari qo'shilgan. Bular ham juda ham ajoyib, yonida xrom detallari bor. O'ng tomondagi knopkalarda muzikani pastlasa, balandlasa bo'ladi, telefonga javob bersa bo'ladi, o'zgartirsa bo'ladi. Chap tomonda cruise controlli knopkalari, roll assist bo'ladi. Mana bu juda ham shov-shuv bo'lgan va juda ham ajoyib ishlangan displeyi Cadillac Escalade'ni 38 inch razmerda do'stlar. Uzunligini qaranglar buni. Bu bitta displey emas, bu 3 ga bo'lingan. Mana bu yerdan va mana bu yerdan. Bu o'rtadagi speedometri alohida. Masalan, qaranglar. Speedometr o'rniga hozir navigatorni ochib qo'yganmiz. Buni mana bu yerdan o'zgartirsanglar, boshqarsanglar bo'ladi. Mana o'rtadagiga bosamiz. Eng tepada bosdik. O'sha speedometr chiqdi. Benzin qancha qolganini ko'rsatib turadi, kilometr va RPM ni ko'rsatib turadi. Buni yonida mana map, ya'ni navigator. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib. Ham bu yoqda, ham bu yoqda yoqib olsanglar bo'ladi navigator. Menga juda ham yoqqan narsasi buni AR kamera deyapti mana. Do'stlar, shundoq mana bu laboydan nima ko'rinayotgan bo'lsa, hammasini mana shu ekranda ko'rsatib turadi. Juda ham qulay narsa ekan mashina haydashga. Ko'pincha mana shunga qarab ham haydayapman mashinani. Xo'p, endi night vision degan narsasi bor.
Mana kechqurun haydayotganingizda, masalan, ro'paranglardan qanaqadir hayvonlar yoki bolachalar chiqib qolishi mumkin. O'shani hisobini oladi-da, bu yerda ko'rsatib beradi. Qaranglar, xira ko'rinyapti hozir, chunki parkovkadamiz. Oldimizda nimadirlar o'tsa, odam yoki hayvon o'tsa, o'zi ko'rsatadi cho'tka qilib. Xo'p. Bu yorug'ligini pastlab kuchaytirsa bo'ladi. Buni ham shu night vision. Mana bu yerda kilometrlarni ko'rsatyapti. Mashina jami 7860 km. Mana buni pastda esa mashinani pastlab, balandlab, o'zingizga moslab haydasanglar bo'ladi. Mana bu tog'li joylarda haydaydigan bo'lsanglar, shuni bosib qo'ysanglar, o'zi mashina sal balandlab turib, o'zini hisobini oladi. Mana buni yonida rejim. Hop. Birinchi o'rinda mana bu yerda speedometer gauge qo'yib qo'yamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, mana bu yerdagi rejim knopkasiga bossak, mana qaranglar, sport ko'rsatyapti. Hozir sportga o'tdi. Yana bossak off-road, ya'ni tog'li va qumli joylar uchun. Va mana bunisi esa masalan mashinaning orqasiga treyler yoki biror nima ulangan bo'lsa, o'shanga bosib qo'yasizlar ekan, o'sha hisobini olar ekan, короче. Hop, tower eng oddiy holati. Mana shu tower rejimida haydab yuramiz. Bu Escalade, biz haydayotgan Escalade sport eshigida nimalar bor? Hop. Sirenalarni sovutsa bo'ladi, isitsa bo'ladi. Uni yonida ruchkasi juda ham ajoyib. Mana bu yondagi podsvetkalari juda ham ajoyib do'stlar. Buni yonida ham yog'ochdan detallar qilingan. Mana bular bokovoy boshqarsa bo'ladigan oyna ochadigan knopkalar, короче. Xo'p. Endi Cadillac'da eski versiyalarda skori korobkasi bu yerda emas, mana bu yerda bo'lardi oldin. Mana bunaqa qilib tortib haydaydigan kakano pikaplarga o'xshagan, katta mashinalarga o'xshagan korobkasi mana bu yerda rolli o'ng tomonda bo'lardi. Hozir esa bular mana bunaqa qilib, to'g'risi BMW ga o'xshatib qo'yishgan menimcha. Men shunaqa deb o'yladim. Mana skorini ko'rishinglar mumkin. Ajoyib. Oldinga yurmoqchi bo'lsanglar, mana bu knopkani bosib turib, mashinani tortsanglar, tormozni bosib turib, mana shu knopkani bossanglar, o'sha drive ga o'tadi. Orqaga yurmoqchi bo'lsanglar, tepaga yetarasizlar. Endi zadniga o'tdi. Mashina 360 gradus ko'rsatadi hamma tomonni. Wide, mana bu yerda wide qilsanglar bo'ladi, yana ham kengroq. Overhead, tepa tomondan ko'rsatib beryapti. Bu yon tomondan, ikkita tomonni ko'rsatib beryapti. Mana kamerani qaranglar. Voy. Dahshatmi bolalar? Mana buni qaranglar, mashina hamma tomondan ko'rsatib beryapti, bor-ku. Bizlar Cadillac oqu ne bunaqa qora ko'rsatyapti, bilmadim. Menimcha rangini o'zgartirib qo'ysa bo'lsa kerak. O'zi biz qora rang Cadillac olib chiqmoqchi edik, lekin arendaga chiqib ketib qolibdi. Akalar bizga oqini berishdi. Oqi даже undan ham yaxshisi ekan. Sportivniy ekan. Buni tagida mana klimat boshqariladigan knopkalari juda ham sodda qilingan do'stlar. Boshqarilish sodda, lekin vidi juda ham ajoyib do'stlar. Mana konditsionerni mana bunaqa balandlasanglar bo'ladi, pastlasanglar bo'ladi. Mana bu yerda gradusini o'zingizlar xohlaganingizlarga qilib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa yog'ochdan qilingan detallar juda ham ajoyib vid beryapti mashinaga. Ikkita podstakanchik. Mana bu yerda USB nimalari bor. USB tiqsanglar bo'ladi, zaryadnik yoki Apple CarPlay ga ulasanglar bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda mana bunaqa katta bar. Ochsanglar, hop, nimadirlar turibdi ichida. Короче, xolodilnik qilib ishlatsanglar ham bo'ladi, oddiy bar qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bu sirenalarni ko'rishinglar mumkin. Juda ham ajoyib ko'jadan qilingan do'stlar. Mana bunaqa Cadillac emblemalari bor. Просто super. Hop.
И mashinani ichida juda ham ko'p alkantara materialidan ishlatishgan. Juda ham ajoyib do'stlar, mana polni tepasi mambutlarda ajoyib ko'jalar ishlangan. Eng dahshat narsasidan bittasi menga juda ham ma'qul keldi mana shu narsa. Juda ham ajoyib ekan. Mana buni qaranglar, bakovoy. Mana bu bakovoyimiz. Buni doq qilsanglar, orqa kamera yonib turadi. Bakovoyni umuman ishlatganman, orqani ko'rmayman. Polni mana bu kamerada ko'rsatib beryapti. Juda ham ajoyib ekan, to'g'risi menga juda ham yoqdi. Tepasida nimalar bor ekan? Ikkita chiroq, qatordagi sidinalarni boshqarsanglar bo'ladi. Shu yerdan ularni ochib, turg'izib, yotqizib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, mana bu lukni ikki xil qilib ochsanglar bo'ladi. Mana bu mashina polni panorama do'stlar. Juda ham ajoyib. Xo'p do'stlar, yana bitta narsa bor, bu juda ham ajoyib ekan. Men birinchi marta mana shu Cadillac Escalade'da ko'ryapman bu narsani. Mashinaga speakerlar, mana bu kolonkalar AKG degan brenddan qo'yilgan. Birinchi qatordagi odam bilan orqa qatordagi odamlar speaker orqali gaplashar ekan. Mana buni qaranglar. Mana bu speakerlar bor-ku tepasida turgan va mana bu sidinaning yonidagi mana bu ikkita tomonda mana. Bitta bu yoqda, bitta bu yoqda qo'yilgan. Men orqadagilarga gapirsam, shunda o'tirib gapirsam, ularga speaker orqali eshitilyapti. Bu juda ham ajoyib. Mana bu yerda wireless zaryadligimiz bor. Dot qo'ysa, o'zi zaryad olishni boshlaydi. Mana bu yerda ko'rsating. Do'stlar, bu mashinada mana bu sidinalari ham massaj qiladi, ham isitsa bo'ladi, ham sovutsa bo'ladi. Shunaqa funksiyalari juda ham ko'p. Lekin sovutadigan, isitadigan knopkalari mana bu yerda. Men to'g'risi qanaqa massaj qildirsa bo'lar ekan deb turasa oqtardim, topolmadim to'g'risi. Keyin oxiri bilsam, tushib ko'rsataman. Mana bu sidinaning yonida ekan. Mana shu knopkadan massaj nimalarni boshqarsa bo'lar ekan. Короче, buni yonida sidinani oldi, orqa va mana bularni to'g'rilasa bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan knopkani bosasizlar, sizlarga displeyda ko'rsatadi. Mana hozir bundoq qo'yamiz. Displeyda qanaqa massaj kerakligini ko'rsatadi. Men hozir sizlarga bitta massaj qo'yib turib, qanaqa qilishini ko'rsatib bermoqchiman. Qarab turinglar. Mana ko'ryapsizlar, qimillayapti. Shunaqa mashina juda ham ajoyib do'stlar. Eshiklarning kattaligini qaranglar. Mashina просто super. Yana bitta juda ham ajoyib narsasi, buni shuma izolyatsiyasi вообще dahshat ishlangan ekan. Shunda eshikni yopibman, jimjit bo'lib qoldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar uchun qisqa test drive qilamiz mashinada. O'zim necha kundan beri hayda yuribman, lekin sizlar uchun bitta video qilamiz. Hop, mana hozir sim bilan shunda telefon, iPhone uladik. Kolonkalari qanchalik zo'r o'shani sinab ko'ramiz. Ko'ramiz endi. Mashina 2600, pasti 2595 kilogramm bo'lsa ham, lekin haydab ketayotganingizda unaqa og'irga o'xshamaydi. Yengil mashina. Kema, karablda bor-ku, shunaqa yumshoq yurishi. Yurishiga gap bo'lishi mumkin emas bu. Parkovkada haydayapmiz. Kampuslardan o'tishini qaranglar, yumshoq o'tyapti. Bu hali sport rejimida emas. Lekin boshida birinchi kuni minganimda mashinani qatdan ham oldim devordim, to'g'risi juda ham qo'pol mashinaga o'xshadi. Ayniqsa o'zim kichkina mashinadan tushdim. Lekin o'zi 2-3 soat haydaganimdan keyin normal holat bo'lib qoldi.
Lekin обязательно hisobini olib yurishinglar kerak yurayotganinglarda. Chunki mashina juda ham uzun va juda ham baland. Yon tomondagi nimadirlarni ko'rmay qolishinglar mumkin. Yana pastga uramiz. To'g'risi menga juda ham yoqdi bu mashina. Ayniqsa oilaviylar uchun nomer 1. Endi bolalar Lexus 570, Land Cruiser 300, GMC, Chevrolet Tahoe hammasi damini oladi endi bu mashinani yonida. O'zi bu mashina menimcha GLS 600 lar, GLS larning qatoriga o'zi kirdi-da. Chunki mashina juda ham aqlli do'stlar, juda ham zamonaviy qilib ishlangan. Men uchun eng zo'r jiplardan bittasi hozirgi kundagi. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, Cadillac Escalade juda ham aqlli qilib ishlangan. Ayniqsa mana bu avtobrek sistemalari вообще dahshat. Oldinglarda biron nima mashina chiqib qolsa, yo odam chiqib qolsa, yo mashina to'xtab olsa, o'zi tormoz bosadi. Mana bu palasadan chiqib ketib qolsanglar, sidenalarda ham даже vibratsiyalari bor. Narxlari hozircha 3 xil varianti bor. Birinchisi Premium Luxury, o'sha eng oddiy varianti $111,000 atrofida. Biz obzorini olganimiz bu sportivniy varianti. Sporti $115,000 atrofida. Hozircha qimmatroq bo'lgani u Premium Luxury Platinum. Unisi $123,000 atrofida. Bu Cadillac Escalade'ning varianti 3 tadan ham. Cadillac'ga endi zo'r narsasini ko'rsatmoqchiman. Mana hozir mashina quflangan holatda turibdi, kalti bizada, hech narsani bosmaymiz. Prosta mashinaga yaqinlashamiz. Bosganim yo'q hech narsa. Mashinani o'zi tutib olyapman. Showlar bilan. Mana bu yerda qarasanglar, Cadillac'ga emblemasi bor. Bagajni olsa bo'ladi. Ajoyib do'stlar. Bagajga qarashingda shart emas, chetdan. Knopkasi bilan yoqib qo'yamiz. Bu obzorimiz ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Mashinaga qarang do'stlar, menga juda ham yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Seven Luxury'ga alohida rahmat aytmoqchiman. Shundan mashinamizga berishgani uchun. Showni ko'rsatib qo'yamiz. Do'stlar, Seven Luxury'ning Instagram akkauntini qoldiraman. Kirib, podpisatsiya bosib, like'lar bosishni unutmanglar. U yerda ham juda ham dahshat videolar bor do'stlar, ko'rsanglar bo'ladi. Radiator panjarasini qaranglar. Bu sportivniysi mana shunaqa qora rangda bo'lar ekan. Oh my god. Mashina juda ham baland. Juda ham baland. Xush kelibsiz deb turibman bunaqa chiroqlar bilan kutib olishyapti. Pannoshkalar bilan. Endi mana bu yerdagi shovini qaranglar. Qarab turinglar shuni. Eshigini yopsak. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Shov qaranglar, shov. Cadillac'ga gap yo'q. Sizlarga ham obzor yoqdi deb o'ylayman. Harakat qildik. Paddeshkani ayamanglar do'stlar, chunki menga paddeshkalar juda ham kerak. Har doim aytaman, sizlardan normalniy paddeshka bo'lsa, sizlar uchun hech narsa emas paddeshka qilish. Like bo'lsa, sizlar o'rtog'inglarga yuborib qo'yishinglar mumkin. Lekin men uchun juda muhim. Qancha obunachi, qancha prosmotrlar ko'paysa, o'shanga yarasha men ham zo'r harakat qilib turib, eng zo'r mashinalarni olib chiqaman, xudo xolisa. Hammanglarga oldindan kattakon rahmat do'stlar. Sizlar mana shu mashinani olib chiqing deb
Короче, direktlarni ham, kommentlarni ham bizvordinglar. Shuning uchun reska olib chiqdik Cadillac Escalade'ni. Yaxshi ham olib chiqibman. Menga u to'g'risi juda ham yoqdi. Mazza qilib obzor qildim bu mashinani. Yana xudo xolasa zo'r mashinalar chiqsa, ularni ham obzorlarini olamiz. Salomat bo'linglar. Do'stlar, o'zingizlar ham ko'rdinglar, mashina juda ham ajoyib. Menga juda ham yoqdi. 10 dan 9 ball berdim. Alohida rahmatimni aytmoqchiman Seven Luxury'ga bu mashinani bizga berishgani uchun. Men so'radim, kuniga $330, $300 dan berishayotgan ekan. Menimcha olib bir kun haydab ko'rgani arziydi. Yana shunaqa videolar kelishini xohlasanglar, like, repostlar bilan podpishka qilishni unutmanglar o'rtoqlar. Rahmat hammaga.